Atigi 5000 so'm bilan hammomingizni hammom qilmoqchimisiz? Dushovoy kabina hammomni zo'r qilib isitib beradigan elektr sistemasini akalarimiz zo'r qilib ixtiro qilib qo'yibdi. Atigi sutkasiga 5000 so'm rasxod qilar ekan, hammomni isitib berar ekan. Suvni 50 litrgacha nima deydi? Tezda isitib berar ekan. Narxi 1,5 million so'm, 3 yil garantiyasi bor. Endi yangilikda Doda xo'jasi sutkasiga 24 ming rasxod qilyapti deysizmi? Mana buni yoqib, endi sutkasiga 10 ming so'm rasxod qilasiz. Qadrdonim ko'rib turibsizmi? Mana buni bir xona uyingizga mana bunday radiatorni o'rnatasiz va hammomingiz topli pol bo'lsa, topli polga ulab qo'yasiz, o'zi ham isiydi mana. Suvni ham isitib beradi hammom uchun, oshxona uchun ham bir xona uyingizni hammom qilib isitib berar ekan. Narxi 3 million so'm, bu tentli bo'lmaydi, mog'or bosmaydi, zanglamaydi, chirimaydi, tuz bosmaydi. Bu kabelli bo'ladi, ichi nerjaveka bo'ladi, shuning uchun zanglamaydi. Mana bu kabelli variantda bo'ladi. Akalarimizning ixtirosi O'zbekistonda yagona ixtiro bo'ladi. 3 million narxi dastlabki kelishilgan holda 3 yil garantiyasi bor. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldirlik, aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqasi bo'lmagan.